Assalamualaikum. Ben Güliz. Bugün uzakta çıkmalı şu arqab aldı qapda. Keçen onlar bir haftada şu balamdan tan ağrıb hayatımdaki en ağır zukam tekkende kes qıldım. Şunchik azapımda ilqi ağrıqda ağrıq çilmay. Keşir uxlaganda bulubmu? Beden diye şunda ağrıb. Lekin şu men degandek qizmay 10 yil diyaqi onun artıqmı isim diyor. Hiç bir qizig'inim isim yo'qchimi? Şu diqqat qilsa mushto'liq bir diqqat qilib olsam o'g'dak. Andish bo'lsa andish qilish kerakmi bu ahvoldan? Şu anda ben kilaplardan bir doktora berip ko'rib baksam o'g'dak. Şu an köpçükke deydigan, halkımızga deydigan en mühim meselenin biri. Salomatlikka diqqat qilaylik. Qarorlik tekshirib turaylik. Agar bir ish bo'lib qolsa oldinala belgili bo'ldi. Shuni vaqtida bir taraf qilib bo'ldi. Hozir maktabga bolani aql kelgan, bugun boldirib tushdi ekan. Acayip yaxshi. Şu an bu bugün hem de azraq taqqa-tuqqa söz olay. Taqqa-tuqqa xabarlardan bugünkü xabarlar. Bizle neçə kişide yaşayacaq işler yüzmədi. O Zelenski degan urushxumar Trump'ның işxanasida Aqsarayda o kichik boladak taqalışıb ketdi ular. Trump bilan men va ilqi muavin prezident bilan shunchaki kichik boladak qizlanib ketdi. Ilqi kapsorsa kampitmamisi badlab ketgan kichik bolalar qilib ketdi ish qilib. Albatta unga nisbatan o solchilar, Amerikalik solchilar va solchilarning yolg'on yavoqdaqlar ishni ularga agishgan xalqlar. Onundaki mençi olsa şu yalgandan şu ilqi AI adamlar barmiki mençi olsa hammasi bu AI'nin bunda taraqqiyotida chiq akkauntlar yağamiki deb o'ylayman. Ilqi şu solchilar yoki boshqa bir qancha davlat ilqi tarbiyalar barliq keltirgan yağ ustini odamlarniki ish qilib nima bo'lsa shular degan o'zining President Trump'ni qaplab qo'pollik qildi deb taxi. O Zelenskiga urush xumondan qanchaki qo'pollik qilganligi, ularga o'ktamlik qilganligi, shu hukumatga, shu davlatga qanchaki o Trump ko'rmaslik qilgani, davlat ko'rmaslik qilgani u. Shu maktabning Arkada turmayda nim qilsam, ayol maktabga o'rin berib, nim qilsam, bir ayol nim qildi. Aldım ketib tura oldim mashinasini. Mashinasi to'xtaqlikka edi, uncha yiqilib tursa bo'lmaydi asli. Bu ayol mendan burun bo'lsa bo'lamdi, men kirib olayman. Allah, ashta qilib ketdi. Shunlar bo'yicha hayron qoldim men. Meni hayron qolganim shu Zelenskiyning o'ktamligiga qarta bu Trump bilan Vance'ning shunda qat'iy yormaslik qilmadi. Shuni gaplar qarta javob qaytardi hamda shu gaplar qarta Amerikadak kinolar filmimizga Amerikada vaqt urib talabat verin chiqarmay qoldi. Şu Trump bilan şu prezident muavin prezident Vance'ning o'zi shunda sovuqqondan tutganini men ishqa bayron qildim desam bo'ldi. Yo'q, bular xalq sovuqchanka deb. Bo'lmasa asli u bir odam bir xalqning uyiga kirib yordam talab qilganchada, pul tilganchada unda tilsa normal idilik Öyünün ilgisi onda adamla kötü tip çıkartmam da.
chiqib ba'zi shu solchilarning oldinda ketgan ba'zi amerikaliklarning kalsini zodi qanday ishlaydiganiga hayron. Rasmiy kalsiylik tugashgan. Bu narxil ehtimollar bor. Birinchidan haqiqatan kalsi tugashgan, ikkinchidan haqiqatan döt, uchinchidan ular balkim shu tam pul foyda ko'rayotganlar bo'lsa, undan bulamdi deyman. Qaysi bir davlatning xalqlari o'zining davlatini va o'zining xalqini o'zini shu birinchi o'ringa qo'yayotgan prezidentni xoplab yuradi. Qanday bir odam bir davlatda qurgan odam albatta aqalli o'zining xalqini birinchi o'ringa qo'ydi-da, qo'yishi kerak shart. Aqalli u. Trump shuni qilsa, shunga muamdaligi qusuriz deb rozi bo'lmaydigan. Şuna deyman, agar shu haqiqatan shu Trump bilan Elon Musk haqiqatan shu tepilgan shu birmuncha ziyonli mablag'larni mablag'larni tepib xarjlanib ketmaganlarni yoki bo'lmasa qaytarib bo'lganlarni hammani qaytarib shu xalqqa qaytarib bergan ish bo'lsa, shu Trumpni tanlagan solchilar, qarshi solchilar va uning ergashgan barliq xalqlarga berilgan pulni ularga bermay şu haqiqiy ehtiyojli bo'lgan amerikaliklarga berish kerak. Bosh to'lamay qolgan, uy ko'chisiz qolgan ashallarga para beritish kerak. Ularga bermas kerak deb o'ylayman. Ularning ilish haqqi yo'q. Qilmashmagan. Onun için bazı xalqlarning shu Zelenskiyning kiyinish to'g'risida gapirib baka u degan qahramon andamda kiyinishiga qarab turamanglar öt nima kiyish kiymamdi u Ukraina xalqi shunday qildi, mana qildi. Ukraina xalqi shu nima ish qildi? Xalqini qo'g'dayan odam, urushni to'xtatishni xohlamagan odam. Ondan şöyle prezident bo'lgan zo'lab medialarni ko'tarilib qotgan, o'zi qarshilar chiqalarni qilayotgan, tutayotgan, urushni to'xtatishni xohlamay, mablag' kirishni to'xtab qilishni xohlamagan bu oshko'z, urushni to'xtatishni xohlamay, o'layotganlar shunchalik xalqining o'lishiga, ham shunchalik xalqining qochib ketib musofir bo'lishiga sababchi bo'layotgan bu odam askar qilmay zo'lab xalqini shu oilasini ayirib, bolalarini ayirib, shu odamlarni tutib majbur askarlik qilayotgan, urushga yo'l olgan mushta odam qanday qahramon bo'ladi? Qanday qahramon bo'ladi? Qanday qahramon deb o'ylaydi bu odamlar? Shu qahramon deb o'ylaydigan shu odamning qalbisi qanday aqldi? Burun mamlaki yangi Amerikalarga kelib, alqinimo Amerikaga kelib yangidan CNN fake news yağınçı CNN solchilarning demokratlarning ijtimoiy aloqa CNN ko'rayotgan vaqtlarimda hamdulillah siyosatchilarning gap so'zlari bo'lganda siyosiy bo'lmagan ham axborotlar unda qarab u yerda o'tirib ko'ratdim ham o'zim demir hajdak Trumpni nima deb o'ylab qoldim keyinlikka qarsam Kösem qamashmaydi, shuna fokusni ko'rib baqayda, fokusni ko'rib, ikkisining farqini bildim-da, farqi shu 100 taral chiqib ketdi-da, buni farqi. Har rostilla bolasini ochib qoldi boshda. Men mani tugdi deb unga bolamni aql qilma. Hozir 13 kun bo'libdi. Shunlar shu not qilmaysan, ashta Şuan keyinlikki bu fokusni ko'rish jarayonida mumkin bu farqini bilgandan keyin ikkisining xabarlar o'xshamaydi deb nimqondan keyin davomli chiqilib har xil manbalardan o'xshamagan manbalardan ko'rgandan keyin his qildimda bu CNN kechiringlar bu CNN shu xabarlarning shu mayli Trumpning og'zidan chiqqan gaplar bo'lsin, bo'layotgan xabarlar bo'lsin, nimalar bo'lsin hammasiga shu nim qildi ekan. Tanlab, takrorlab, kesib choplab, oldiga nima qilsam qilib, o'zi xohlagan narsani ko'rsatib, vaqaning to'liq nimsini ko'rsatmay, asosini ko'rsatmay, o'zi xohlagan yanallam ilib kesib, undan taqut qo'y so'zlab bilan
nim qildi ekan. e'lon qildi ekan. Shunga Trumpning shu fake news degani nayt to'g'ri. Siz bir vaqalikni oldigan deb bilmay, xalqning degan gapini qalamaqalashtirib, o'zgartib, shu o'zingiz xohlagan shu sizning shu demakchi bo'lgan, yetkazmoqchi bo'lgan xabarga mos keladigan, ashyaga sababchi bo'lgan, mos keladigan yanilam kesib aplam qolgan to'liq ko'rsatmay vaqalikni xabarlarni. Ashta qilib nim qildi ekan. Nim qildigan siyan yog'anchi kazab siyan. Shundan keyin siyanni ko'maydan bo'ldim. Shu siyanni ko'maydan bo'ldim, azroq aldashtiraydim. Ondan keyin fokuslam ko'rdan bo'ldim. Keyingi fokusninki alayidligi mana shu benchamdi. Bir qadar tuz, udul ham rasni rastaydi. Ancha o'zgartib ketmaydi. Ab shu asosda o'zining ko'z qarashlarida azroq nim qildi, entertainmentni azroq ko'ngil ichish jihatda qildi ekan. Shundan mushjatdan hamda balkim ba'zi bir nima odamlarning chiqib tegib qo'yib nim qoldimi, ish qilib uni sotqilan ekan. Sotqatib bu hamda uning ko'ngil ichish xarakterlik siyan qarg'anchada ko'ngil ichish xarakterlik axborot supsida qoray ekan. Mention emas, mentionsa Fox degan yolg'onchi kazab tillab tanqidlab o'sha bu qilib nim qildi. Ham solchi ham ishqaray qilmoq cho'kib ketgan, qilmish solchi uchun maxsus xizmat qilgan. Nacharash Amerikani xato yetaklaydigan, Amerikaning xato yetaklaydigan qamashmagan. Spa. Bu Fox degan shu reallikni bekrak so'zlaydi. Shuni qarta o'zining to'g'ri bo'lgan nimlarni bekrak so'zlaydi. Shundan demiştim kiyim kechak. Şu an bu Zelenskiy ashta kiyinishlarda mening bu jihatda mening ko'z qarashimda men shu Zelenskiyni ancha ko'rib olsam, uni ba'ziligi burunqi prezident bo'lishdan burunqi videolarım bor ekan. Qarsam bu prezident bo'lishdan burun usulga o'ynagan usullar qarsanglar ham jin usullar, xonimlarning usullari. Ay. Onun da özüm oyluq artistga qanda prezident bo'lib qolgandi. Bu onun da qaysi bir boshqa bir taratquda Zelenskiyni oshkorlab shu diktatorlik qilib prezident bo'lgan deb hozir urush vaqtini foydalanib texmo salamni qilmay hozirgacha shu prezident o'tirib olgan. Bu kimni aslida mehnat Xitoyni asatmadi sizlarga? Chiketkisi yo'q shu boshqa qilman deblam. Shu ashtaga onun keyin rasmiy yeraman qanda, uni muzg'ilab ketdim. Atgan nim qilib qanda prezident bo'ldi, tekshirib boqaman. Onun keyin bu men o'ylab qoldim, bu kiyim kechak kiyinchada odamlar degan insoniyat degan hayvonot-ku. İnsaniyat degan hayvonlardan farqlanib turadigan oliy darajadagi hayvonot-ku, hamda. U yer sharidagi boshqa hayvonotlar qaraganda farqlangan yerimiz bizning aql. Undan keyin kiyim kechak, hammalar kiyim kiymaydi. Kiyimiz, kiyim kechak madaniyat bor insoniyatning. Yemak madaniyati bor, kiyim kechak madaniyati bor, aql madaniyati bor. U bu shu yer sharini kontrol qilayotgan, nim qilayotgan, boshqarayotgan, u bu qilayotgan shu hem buzayotgan shu hayvonot, shu aqli xidarli hayvonot, shu insoniyat. Kiyim kechaga diqqat qildi inson degan. Kiyim kechaga diqqat qilmas, so'rin qarab kiyim kiymas, baqib ketmasakmi, ammo zilg'i to'xtaydigan, tirnoq to'xtaydigan mo'yim yerlar kelganchada cho'qim kiyim kechaga diqqat qiladi inson degan, eng aqlli inson qiladi uni. Bu hamda Zelenskiyga o'xshash prezident u degan yuqori qatlamdagi siyosiy o'rindagi odamga nisbatan texmi muhim shart bu kiyim kechakga diqqat qilish degan. O'zi usulchi vaqtlarida kasbiy bulab o'zining to'lg'aman naynoq usulini o'ynaganchada buning kasbiy eng yuqori ekanda usulchi kiyimlarini kiyib, sat kiyimlarini oldiga bu yoki ching
Aşağı kiyimlerin kiyip özünün kasbdorligini isbotlab turdi ekan. Ama bu prezident bulup bu dünyanın en yuqori darajadagi yig'inlar qatnashganchada birinchi darajalik dunyodagi Amerikaning en yuqori o'rin Oqsaroydek mushta yuqori darajaga yerlik bo'lganchada qani uni kasbligi bir tal kostyum burligiga chiqish qilamidimi qiladi albatta xotini New Yorkda million gramlarni apir million marjan pullarni apirgan vaqtlarda buni bu kostyum burlik yo'qmi bayniqlar qasdan shu tilamchining rolini qilib o'tamamda o'yinni qilib o'ynab o'tamamda shunaqa mamda ishlanib ketgan shu solchilar ham ba'zi xalqimiz odam afsuslandirdi diqqat qilmadimi deyman kiyim kechak degan mo'yinmi agar shu Zelenskiyning o'rnida Zelenskiy ayol prezident bo'lib qolgan bo'lsa u xalqni kiysa mayli ummadan degan xalq emas shu Zelenskiy ayol bo'lib o'zini xalqini kiyib chiqqan bo'lgan bo'lsa yoki shu picha chiroyli kiyinib naynaqshib qolgan bo'lsa o'chada kishini diqqatini chachidika u bu qildika yo'loyoq chiqibdi andoqga paskashkatda JLlar deb tillaydi bas xalqimiz Zelenskiy boshqa xaxrima deb ketgan bilan shu ayol kishi ulab o'z xalqini kiyib chiqqan bo'lsa tas tillaydi solchilar u bular yoki butun dunyoga ba'zi xalqimiz tillaydi-da. Zelenskiy boshqa nimqimay nibobtonda kiysa deb qahramon deb. Ashunda yuqori darajalik odamning salohiyatiga odamning Amerikaning birinchi o'rin turadigan Oqsaroyga kirib Amerikaga vakillik qildigan prezidentlar bilan ko'rishganchada dunyoning mush eng yuqori hatta o'zining xalqining mush amon esanligi to'g'riliq mush suhbatlarni qilib berib ashta eng yuqori suhbatlik eng yuqori o'sha ilqiy o'rlar bo'lganchada kiygan kiyimining tilamchilik kiygan kiyimining bu degan shu Amerikaga qilingan qarata emas Amerika xalqiga qilingan qarata u ko'zga ilmaganlik hamda o'zining xalqiga hatta o'zini ko'zga ilmaganlik ku. Bizmi to'y to'kinga nima kiyib masalan mayli ammo sizlar o'z do'stlaringlarning yoki o'zinglar hurmatlaydigan yoki o'zinglar ishinglar bo'lib pul so'ramoqchi bo'lgan odamlarning qishqib bo'lganchada yoki to'y to'kinlarga bo'lganchalarda hargiz oddiy kiyinib bo'lmaysizlar. Kiyim kechaga diqqat qilib borsizlar, xalqlarni kiyib bo'lmaysizlar. Yaqin do'stlaringlarning unda yoki o'zinglar cho'ng deb bilgan hurmatli odamlarning dasturlariga to'ylarga chaqiriq bo'lsa o'shalarning to'ylariga borsanglar hargizmi uxlash kiyim bo'lmaydigansizlar. Xalqlarni kiyib bo'lmaysizlar, shu ko'zlarni kiyib yozib ko'rsan kiyib bo'lmaysizlar. Bek ko'rgan bo'lib ketmasmi diqqat qilib shu so'ringlar ko'niklarni kiyib borsizlar. Bu nimani bildirdi? Kiyim kechak odamni vakillik qilgan narsa tursa diqqat qilish. Shuna Zelenskiyning shu qilgani intayin xato hamda u ashla qilishga sabab shu o'zi shu qalarda qilib ko'rsatib bo'lmoqchi shu. Onlarga ba'zilarga diqqat qilib nima qildim avvaliq kiygan kiyimlarga belgilarga qarab shaytonning belgisi yoki zo'maganlarning belgisi Illuminati deydi diktator u bularni belgisi ashtadan deydi. Shu bo'lishi mumkin. Shuna o'xshash zo'magan xalqlar kechiringlar Disneylar u bular misli xalqining shu singan qantar topgan pulini shu nishon qilib shularni nim qilgan mumkin kichik bolalarimizni buzishni nishon qilgan mumkin bu orqali mumkin raqamni kang tashviq qilish nishon qilib shu oila munosabatini kichik bolalarni xalqlarni buzib o'shan ojizlashtirish orqali bularni kontrol qilish oson bo'lgan ekan. O'sha qilish nishon qilgan o'sha askrazlardan mayli Disney bo'lsin, Epstein deydiganligi aski ishbas bo'lsin, PDD bo'lsin va boshqa xilmishda Gates bo'lsin ish qilib mashanamisi ishladigan shu yushirinlikni xalqlar bilishdan burun har xillikqa shaytonning nimalarni qilib o'zini ba'zi bir cho'lponlar bo'lsin og'zida ehtiyoslikda tutib qoladi qilma o'zini shayton satdim debchi ro'yimni deb mashalar bo'lsin o'sha qildiki hatta unga shu Zelenskiyning belgisini bo'lganda demakchi o'g'ini mashanamisi shu charmbanchas shu chambarchas rezillik
xalqni buzish, insoniyatni buzish. Bu orqali xalqlar shunda ojizlashadiki, bizlarning ularga qarshi turadigan hatto o'zimizni eng aqlli kichkina ishlarni qo'g'daydigan nimamiz qolmaydi. Ular üstümüzü besib turaveradigan gap. Shunga men doim deydigan iftixor qilaman. Nimasi shu? Asosiy mohiyati va maqsadi shu. Ailelarni ojizlashtirish orqali xalqni oson kontrol qilish. Shunga bumi shuna o'zining abdi bashi boshroq bekrak ichyotdi ish qilib, ammo buningga buni qahramondan odamlarga men ayronman ish qilib. Uningdagi ba'zi Amerikan ba'zi xalqlari voy u Ukraina nima qilmasa boshimsa urushni u bu. Uningdagi bularni har xil buruqqa tarixdagi u bularni ham deb nima qiladi. To'g'ri, balkim nimalar desa tarix tunugun bugungi vakillik qilolmaydi. Siz tunugungi sababni davr bugungi qilayotgan xatolikni davomli yoki tanlashni davomli ilib berishning bahona qo'z qanday bo'ladi? Trumpning qilayotgani bugun o'zgartirish, atini yaratish, tinchlik aklash. Mayli kim boshlagan bo'lsin urushni, kimning xato bo'lsa, u bu xato bo'lsin, Trumpning qilayotgani mushu bir qancha razil odamlarning sababidan bo'layotgan butun urushni to'xtatib, odamlarning o'lishini to'xtatish, tinchlik barliq keltirish. Bu dadalar, apalar qaysin uylarga, bolalarga qaysin, saq qaysin, cho'loq yoki jasadlar qaytmasin demakchi, qilmoqchi shuni qilyotdi shu. Shu uning maqsadi shu diplomatiya, ya'ni mushu bajdaydi, u bu deydi va chiqib urushdan boshqa har qanday yo'lni besib, mushu nimani xalqni davlatdan bir keltirib, urushdan boshqa diplomatik har qanday yo'llar bilan urushni tinchlikni barliq keltirish. Albatta Amerika xalqining oldiga o'rin qo'ygan asosda albatta shuna bo'ldi. Amerika prezident Tursanimish Ukrainani yoki boshqa qonunsiz ko'chmanlarni oldiga o'rin qo'ydi, qanday qapoq sarang qildi uni. Balki yaxshi so'lchilar qildi ras. Albatta ular bekor qilmaydi, manfaatga o'tqash qildi. Musha aqlli narsalarni bilishimiz kerak. Ba'zi xalqimiz bilishi kerak, uyg'onaylik, ko'zimiz ochiq tursin. Aldamaylik, biz Zelenskiyning o'yinlariga Laqsilinaning maynat manqalarini yag'an so'zlash yig'lig'ira. Biz olsaqmi, qalbimiz ochiq tursin, bizning zehnimiz, hammamiz ochiq qolamiz. Bir masalani ko'rganchada tahlil qilib, nim qilaylik, bilaylik. Undan keyin Trumpni anda qildi, munda qildi deb qo'yotgan yaxshilarni maqtab, qayil bo'lib, da'vatgan vaqtlarimizda biz masalani ketmoqchimiz, faqat qayil bo'ldik uning haqiqatan xizmatimizga. Qo'tqa ishtirokatan to'g'ri bo'lishqa so'lchilar qirg'anchada albatta iniqlar razillar qirg'anchada taraf deganchada hamda Trumptarlar deb nada so'lchilar o'xshash qilqinan qilmanglar. Trump stansiya deb tariflab bizani. Qiziqmas mana. Men hech kimga masalan emasman. Yoqtirgan cho'palarim bor. Yaxtırgan adamlarım var. Allah var. Şu iyiydi onda mesleğim olup gitmemiş kimge. Ama şu qayılmam, qotqa işini nim qildik. Balansını, kegal talansını chiqdi, lekin men ham maktabda har qitim birinchi o'qib kelmay, ikkinchi o'qib kelmay, bolam markazim birinchi yap, ikkinchi o'qib chiqmagan. Siran qapoqlar. Şu Trump qaysi bir kuni nima mushu imzalagan shu buyruqlarning ichida bir buyruq bor. Mushu Amerikalik atalarning huquqini asli keltirish va ularni texnik kuchlantirish masalasi qilgan atalarning maktab tanlash, oila o'qitish qilish huquqlari bor debchi. Uni gazim shu maktablarga beradigan mablag'larni cho'qim kechirim qilish va jazo yurish qator har xil nimalarni qo'yadi. Qanday maktablarga bunday qildi desanglar, shu ishtiqonlikni yurgizadigan, nadagi virus chaplaydigan zo'lab, ashta qildigan
Chiqib ashla qamlashgan ishlari bo'lgan maktablarga qartab shu mablag'ni ko'paytirish, hatto jazolash ishlarini qildik, ajab yaxshi toza. Balla degan eng nazuk, eng narsada grup balla degan. Eng qo'g'daydigan grup, qo'g'dilishga eng ehtiyojli grup. Uningdagi analar bo'lsa balla yasal. Dadalar degani shu. O'shaning qo'g'dilishini ashlan isliqqa kapolat qilgan odamlar ashta qilib oila uchun jamiyat ashta unga dunyo yuradigan gap. Mushunda bir chambarchimas mush majburiyatlar buzilg'ash qilam taqat qolib ketdi, mumkin haqlar qilganini qilib oldi. Yana bir ta'kidlab qo'yadi, shu oila ajizlashsa jamiyat ajizlashdi, xalq ajizlashdi, shu mumkin kuchlilar kuchli urdi boshtirli bo'lgan gap ishlar. Shunga ailani kuchli qilinglar. Aile eng muhim. Aile kuchli bo'lsa, mumkin do'st yaranlar kuchli bo'ldi, aile o'zaro community deymiz. Aloqa zanjiri kuchli bo'ldi, xalqlar kuchli bo'ldi, bolalar cho'ng kuchli e'tiqodliq ma'naviy jihat kuchli bo'ldi, sog'lom cho'ng bo'ldi, xalqlar nim bo'ldi, so'raydi. Mumkin hukumatni yaxshi nim qildi, kuzat qildi. Hukumat yaxshi xizmat qildi xalq uchun. Biz to'lagan pulni ishlatgan ekan, maosh berayotgan ekan. Shunga shu Zelenskiy degan yog'anchining shu kiyinishi qartamini ko'z qarashim shu. Haqorat. Agar siz o'qituvchingizning uyiga uxlash kiyimini kiyib bering, yoki laqliq kiyimlarni kiyib yo'qlab bering, aytlab bering nim deydiki, ma'lumot. Kiyim-kechak muhim, yurish-turish muhim degan. Ha, uningdagi yana bir muhim xabar shu oldingi kuni oshmayliqi Trump kesh 9 da boshlamoq. U nimada chamberda ilqinim qildi, so'zildi, bir oyda ishkaniyaqa natijani e'lon qilib. U Trumpning shu bir shikoy 1,5 oy mulam bo'ldimi? Oyda qilgan ishi Bidenning 4 yilda qilgan ishlami jaq Amerika uchun. Shundan qilganchada shunda ajab ishlar. Men shuni xotirlamoqdim, bugun tafsili tushuntirib qo'yaman, ingliz maydan xalqimizga mazmun bo'lib qolar. Shuningda ba'zi bir ahvollarni azroq qisqartirib qo'yay. Ma nima ilqi solchilarning chaqadam nim qilmabdi qatnashimda. Solchilar o'tirib solchilar bilan o'nchilarning farq zo'r. O'nchilar degan shunda jushqun, chunki albatta natijani faxrlab bu qilib onunki solchilar degan hammasiga shu o'tadi-da, batnab onunki o'zi ko'tarib olgan nimasi bor ekan. Bosh to'lashni sendan boshla deydigan onunki bu yog'an, onunki Elon Musk o'g'irlaydi degandek ashari xil. Mungkin resist qarshilik degandek har xil nimalarni ko'tarib olganlar shu qarshilik bildiruvchi. Nima qildi? Onunki ular o'zining shu yig'inda o'zining abdibashirisini dahshat oshkorladi. Bilmayman, mayli Trump bo'lsin, yaxshi prezident bo'lsin, eski prezident bo'lsin, bu siyosat degan hamon o'yin, hamon shu qisman yolg'onchilikni, yolg'on yavodoqni bosh qaydirishi cho'qim o'z ichiga oladi. Albatta buning amalimiz yo'q. Endi buning qatta shu biz nazoratni kuchaytirsak, kim qarshi tursak, tushuntira olsak, yaxshi odamlarni saylab chiqib Trumpga o'xshash xalqqa vakillik qilgan odamlarni qilib, xalqqa vakillik qilib, xalqqa yaxshi xizmatlar qilib aprali odamlar bo'lsa yaxshi. Bo'lmay qolsa mush so'zga o'xshash qoldi ham mushta ashalqini bilmas, siyosatning yolg'onchilik ekanligini bilmas. Musha bir o'yin ekanligini bilmas. Lekin mas'ulchilar o'zining abdibashisini shunchalik ichyaptiki, endi u o'yinmi yoki haqiqiy o'zining abdibashisimi? Mening ko'z qarashimda shu oqshimi ular shu o'yinni yaxshi o'ynayolmay o'zining haqiqiy abdibashini biroq ichyapti deb qarayman, rastchilik bilanlar.
Nemişqa desanlar, o biz xalqni deb biz xalqni emas Trump demaydi, Trump o'sha baylanni o'ylaydi, xalq o'ylamaydi deb o'zining biz xalq o'ylaymiz deb davron solgan odam o'zi shu Trump o'zining xalqlarni tilgan chadalqi masalan 13 yoshlik menga kesildi utib chiqib g'alaba qilib hayot qolgan shu kichik qahramon bola shu bolaga kelgancha shu bolani tilg'ilib shuni nimqanchada butun odam chaqchasi adi hammasi botlar telefon o'ynab o'tadi qani u xalq biz xalqni emas chom demaydi degan odamlar xalq degan shu ancha muncha chaq chaqolmamdi bir odam qildi dema chaq chaqdi dema bir odamlar da qarsamchi qolgan hammasi o'tadi unki ba'zi o'rinlar bekaj odam yo'q o'tadi yashada botnab qarim yo'q uningki nimagim chamoqchamidi shu ishplaslar ishni yo'g'on ichib kirgan qonus ko'chmanlarning ishidagi ishplas yergan jinoyatchilar bu amerikalik yosh qizni shunda azab yo'lda shu ichinchi yo'lda o'ltirayotgan shu yosh qizning ota-onasi onasi va ismiki sansimiki shu ayol tabildirg'im tilg'ilib Biden so'zida shu ziyakashtirgan o'ltirgan qizning ismini diyamagan to'g'ri diyamagan Biden Trump shuni ismini qaytadan tilg'ilib oilasiga o'zining ta'ziyasini bildirib nimqan chaqdimi mala yana o'tadi asman qarab telefonga qarab qarab u yoqmay qarab o'zini atbashbak ashkaldi undan keyin u Kanadani bizlar Kanadani qatnashtirmoq Amerika butun xalq uchun o'sha yemak ichmakni nim qilish ashlam Amerikada yashaydi ashlamada ashlaning uchunmida xuddi shuningmi chavoqchamidi chiqib jiqqadamlar qattiq chavoqchamidi undan keyin yana bir chiqib shunday qahramonlar bo'lsin shu kasal qarshi nimqon qaysar kichik bolalar bo'lsin ziyankash kuchirgan oy tavbatlar bo'lsin o'shaning hammasini Trump tilg'ilib maqtab undan keyin o'zini nim qilib mayli bu o'zini chiroyli Trump xalqni maqtab mayli rasulsi yag'in bo'lsin nimali bo'lsin dedi maqtab ashta qildi o'ziga majbur ato qilib ashada til qildi mayli ba'zilar Trumpni yolg'on yo'qda qildi ba'zilar uni vatanparvarlik qilib xalqni o'ldirdi mayli nimali bo'lsin Trump qildi ashada xalqni maqtab xalqni tilg'ilib ishda qahramonlarni oldiga nim qilib ta'ziyani bildirib da prezidentga nisbatan ashta qildi ma so'lchilar uchun hech nima ish bor yo'qa o'tda ashada batnab Unki ba'zilar gaqosimi to'xtamayli o'zing nim qo'ygan narsani chiqarib qarshi qilgan. Ha, undan keyin Trumpni xili sovuqqan bo'laversin bu nim qo'ysa. Ochiq kelsa qanday ishlar kutadi? Sovuqqan bo'lgani yaxshimi? Avvalgi Trump kirayotgan chog'da bir ayolning shu so'lchiligi bir siyosatchi ayolning bu normal emas deganda Trump ko'rsatib unga kamera ko'rsatib degan inglizcha this is not normal bu normal emas deb bu xil ahvolni deb chiqarganini ko'rdi Trump unda qarab qo'yib o'ta ketdi unga mayada bir xat yozda deb degandek bir gaplarni qildi unga o'n tarafdagilar qizg'in ko'rishib qildi so'l taraflar hech qaysi ko'rishmay qarab qo'ymadi Trump qarab qo'ymadi yaxshi shu bu ko'rishib kirdi shu joyda ayolni ko'rib o'tib ketdi nima qildi bijib masx qilgan Maya on tarafdagi bir odam Trump bilan qizini ko'rishib o'qib qolgan odam Trump asta o'tgandan u ani ko'rib bilan qo'ldagi taxtani evib bilan otdi ekan tasab yaxshi toza yaxshi qildi toza bolalarim chiqdi shu bo'ldi 5 minut bolam chiqdi men davomini keltirib qolaman Allohga minat